Kam ta'minlangan ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar, ehtiyojmand fuqarolarga moddiy va ma'naviy yordam berish, ularning holidan xabar olishdek fazilat bizning xalqimizga xos. Bunday xayrli ish va amallar respublikamizda keng quloch yoyib, davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani bilan ham ahamiyatlidir. Ushbu yo'nalishda So'x tumanida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun tumanimizdagi Chimoqcha va Chashma mahalla fuqarolar yig'inidagi ikkita oilaga O'zbekiston Respublikasi Savdo sanoat palatasi nomidan qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Sovg'alarni o'z egalariga topshirish marosimida ishtirok etgan tuman sektorlari rahbarlari va boshqa idoralar vakillari respublikamizda inson qadri uchun degan tamoyiy hayotda o'z isbotini topayotgani, har bir fuqaro e'tiborli ekanligini qayd etib o'tdilar. Harom o'g'larim kasal edi. Bana davolatdik, uni prezidentimiz inobatga olib, shuncha padarkalarni beribdi. Prezidentimizga rahmat. Farzandlarimizni endi biz katta bo'lsa voyaga yetkazib, yaxshi o'qitib, voyaga yetkazib xalqqa xizmat qilish niyat qilaman. Chimoqchalik Xurshadaxon Nuraliyeva ancha muddat kasal bo'lganligi, shunga qaramasdan har doim e'tibor markazida bo'lganligi va Respublika Savdo sanoat palatasi rahbariyati tomonidan taqdim etilgan muzlatgich, konditsioner va televizordan mamnun ekanligini bildirib, minnatdorchilik izhor etdi. ماهی در این نوبت دیدم هم کانتا میلگونه خبر گرفتن شما هزار رحمت ما این هم نداره. Chashma mahallasida yashab umrguzaronlik qilgan, mahalla va tuman obodligiga hissa qo'shgan Keldibek Ota Yildoshevning xonadoniga tashrif buyurib, otaning farzandlari va kelinlariga respublikadan yuborilgan sovg'a, kir yuvish mashinasi va yangi rusumdagi telefon taqdim etildi. Mingdan ming rahmat aytaman. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bizni chetdan qoldirmasdan inobatga olganingiz uchun mingdan ming rahmat. Darhaqiqat, e'tibor har bir inson ko'nglida hayotga bo'lgan ishtiyoqni yanada kuchaytiradi va u hech kimdan kam emasligi, doimiy e'tibordaligini sezadi. Aslida insonga naf keltirish oliy baxt ekanligi bugun mana shunday xayrli amallarda ham o'z isbotini topmoqda. Rahmat.